Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Aziz birodarlar, mana ko'pchilik yerda madrasalar yakunlab, maktablar va hokazo, ya'ni o'qishlar bitayotgan vaqtda turibmiz. Yaqin kunlarda bir oyning atrofida barcha yerlarda o'qishlar va imtihonotlar ham inshaalloh oxiriga kelib yakunlaydi. Hurmatli azizlar, olimlarimiz aytgan bir duoni aytib ketmoqchimiz. Bu duo, ya'ni aynan imtihon vaqtida, albatta boshqa ilm talab qilayotganda, darsni boshida, darsni oxirida va hokazo boshqa yerlarda aytilsa ham bo'ladi, lekin xossatan imtihon vaqtida shu duoni ixlos bilan Allohga tavakkul qilib qaysi inson o'qiydigan bo'lsa, albatta u insonni olimlarimiz aytadi, imtihondan yaxshi bir natija bilan chiqishligi umid qilinadi. Demak azizlar, har birimiz bu duoni yodlab va boshqalarga ham yetkazishga harakat qilaylik. Albatta duoni o'qilishi quyidagicha o'qiladi. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahla va anta taj'alus sa'ba sahla idza shi'ta. Robbi shrah li sadri va yassir li amri. Kim bu duoni o'qiydigan bo'lsa, xossatan imtihon vaqtida albatta imtihoni bir yaxshi bir natija bilan chiqadi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni yaxshilikka qilayotgan niyatlarimizni qabul qilib va qilayotgan ibodatlarimizni, ilmlarimizni manfaatli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.